Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hurmatli otaxonlar, aka-ukalarimiz, Alloh azza va jalla hammalarimiz ibodatlarimizni qabul qilsin. Hammamiz biror bir joyga safarga bormoqchi bo'lsak, safarga tayyorgarlik ko'ramiz. Nimalar qilishimiz kerak? Uzoq safar bo'lsa, safarni tadorigini ko'ramiz. Uchoqda uchmoqchi bo'lsak, uni qachon uchishini olamiz, biletini olamiz, uchadigan joyimizni, boradigan joyimizdagi mehmonxonamizni, kim bizni kutib olishi, qanday holatda bo'lishi, hammasini reja qilamiz. Rejasiz hech yoqqa chiqmaymiz. Agar rejasiz chiqsa odam qiynalib qoladi. Shuning uchun albatta reja qiladi. Endi yana bir safarimiz bor ekanda azizlar. Bu safar bu dunyodan ketish safari ekan. Ehtimol bu mavzu biroz og'irroq bo'lar. Ko'pchilik ayni mana shu mavzuni xohlamaydi. Bandamizda yashashni yaxshi ko'ramiz, hayotni sevamiz. Shuning uchun shu vafot qilish, oxirat haqida, o'lim haqida kamroq gaplashishlikni ma'qul ko'ramiz. Biror joyda shu mavzuda gap bo'lsa, yaxshi gaplardan gaplashaylik deb qo'yamiz. Boshqa mavzuga o'tib ketamiz. Lekin aslida bu yaxshi gap azizlar. Hozirgi aytganimdek safar tadarrugi, biz hammamiz bu darvozadan kirib, nariga darvozadan chiqib ketishlik uchun navbat kutib turibmiz-da. Navbatimiz qachon keladi, Allohning o'zi biladi. Men bu mavzuni ko'tarishimga sabab, hozir ehtimol ichimizda o'tirgandir, bir birodarimiz oldingizga kirib yuzma-yuz gapirgani xijolat bo'ldim deb telefonimni shogirdlarimizdan olib telefon orqali menga chiqdilar. O'tirgan bo'lsangiz, sizlar ismingizni ham bilmayman, birodar. Chunki ko'rmadi, ismlarini aytishni ham xohlamadi. Yig'lab turib gapirdi. Bir armonini aytdilar. Safardayligimda onam olamdan o'tib qoldi, domla. Qay ahvolda ketdilar ekan, qanday bo'ldi ekan? Nima qilsam soviyman, nima qilsam ko'nglim tinchiydi. Endi telefonda uzoq gapirib ko'nglingizni tinchitishni imkoniyatini qila olmadim. Qolaversa men uzr so'rayman, birodar. Sizda har doim namozingizda bo'lyapman deb menga aytdingiz. Men juda ham shoshilib turganligim uchun gapni cho'zmadim-da, birodar, keyin gaplashaylik. Men bir joyga kirib ketyapman, bir tadbirga kirib ketyapman. Qo'yib qo'ydim telefonni. Lekin juda o'zim o'sha ko'nglim biroz g'ashlanib qoldi. Shu bir inson, bir muxlis, bir mu'min musulmon telefon qiluvdi-yu, shu birodarimizni bir ko'ngliga taskinlik bermadim-da deb 2-3 kundan beri o'sha qalbimda bir o'tib yuradi-da. Endi insonning qalbi juda nozik bo'lar ekan. Shuning uchun mayli o'sha birodarimiz o'tirgan bo'lsa, u birodarimiz orqali siz azizlarga ham bu bo'lib qolsin degan ma'noda shu mavzuni tanladim, agar ruxsat berishlaringiz. Bu dunyodan kuzatishlik, bu dunyodan ketishlik mu'min uchun juda qo'rqinchli narsa emas ekan azizlar. Men o'zim ham o'ylanib yurardim. Dunyodan ketishlik deb o'ylaganimizda qo'rqar edik, dahshatli ko'rinardi. Lekin bir sahih hadis bor ekan. Bu hadisni ko'proq Barro ibn Ozibning hadisi deb yuritilar ekan. Mana shu sahoba aytib bergan. Mana shu hadisni men qayta o'qiganimdan keyin to'g'risini aytsam sizlarga, qalbimda bir ajib bir xursandchilik paydo bo'ldiki, buni ayta olmayman. Mu'min bo'lganligim uchun, musulmon bo'lganligim uchun Allohga hamd sano aytib yubordim. Mu'min musulmon qilib yaratganligi uchun Allohga minglab sanolarim, hamdlarim bo'lsin dedim. Men o'ylaymanki, siz ham hozir bu hadisni eshitib qalbingizda minglab Allohga hamd aytasiz, chunki mu'min qilib yaratganligi uchun. Keling, hadisni o'rganamiz. Oddiygina mu'min, oddiygina bir musulmon kimsani oxirat safariga ketishi. Musnadda keltirilibdi. Barro ibn Adib aytibdi radhiyallohu anhu: "Kharajna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fi janaza
بجنازة رجل من الأنصار فانتحينا إلى القبر ولما يلحد. Ansorilardan bir kishi janozasiga chiqdik deb aytayapti sahoba Al-Barro ibn Ozib. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan bu janozaga chiqdik. Bir ansoriy odamning janozasi edi. Qabrning oldiga borganimizda qabr hali tayyor bo'lmagan ekan, kavlanayotgan ekan. Fajalasa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va jalasna havlahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib o'tirdilar. Kutib qoldi, endi ancha turish kerak edi, kavlanyapti. Biz ham bu zotning atrofiga o'tirdik. Ko'zingiz oldiga keltiryapsizmi voqea? Rasulimiz alayhissalomda sahobalarning hayotlarini ko'z oldiga keltirib qilish kerak. Tasavvur qiling, Baqiy qabriston. Chiqdik. Rasulimiz alayhissalom chiqdilar, qarasa qabr kavlanyapti. Indamasdan o'tirdilar. Butun sahoba atrofida o'tirdik, aylanma qilib o'tirdik. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Biz shunday o'tirar edikki, shunaqa darajada haligi Rasulimiz alayhissalomda oldida odob bilan o'tirardik, go'yoki bizni boshimizga bir qush kelib qonvagan u qimillasak uchib ketadi deyapti. Shunaqa darajada o'tiribmiz. Bir qush kelib qo'ngan odam kabi o'tiribmiz. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning qo'llarida va fi yadihi ud, bir cho'p bor ekan. Shoxcha. Daraxtning bir shoxchasi. Haligi shoxchani olib, yanqutu bihi fil ard. Shoxtimda qilib, rasm haligi chiziq qilib, chizib o'tiribdi ekan yeriga. Shunaqa odat bo'ladi-ku, qo'limizda cho'p bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom ham shunaqa qilib, bundoq qilib yerda chizib o'tiribdilar. Farfa'a rasahu va qala ista'idhu billahi min azabil qabr. Marratayn aw thalathan. Keyin Rasulimiz alayhissalatu vassalam haligi cho'pni chizib o'tirib birdan osmonga mundoq qilib qaradilar. Keyin pastga qaradilar. Mana shuni 3 marta qaytardilar yoki so'zi bilan 3 marta aytdilar-da, shunday qilib turib istaizu billahi min azabil qabr dedilar. Alloh taolodan qabr azobidan panoh so'raylar dedilar. 3 marta shu gapni aytdilar. Allohdan qabr azobidan panoh so'raylar dedilar-da. Thumma qol. Keyin Rasulimiz alayhissalom mu'min bandani bu dunyodan ketishini gapirib berdilar. O'tiribdilar-da, endi kutib qolishdi. Shunda hammada haligi savol uyg'onib turgani tabiiyda, chunki bir ansoriyni dafn qilyapti, hammani hayolidan o'tyapti. Bu nima bo'ldi ekan? Qanday ketdi ekan? Ana o'shini endi oddiy bir mu'minda siz bilan bizni safarimiz haqida aytib beryaptilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytibdilar-ki, bir mu'min banda bu dunyodan ketish payti keldi. Dunyodan uzilib, oxirat iqboli yaqinlashdi. Nima bo'ladi azizlar shu paytda? Rasulimiz alayhissalom aytibdilar: "Nazala ilayhi malaikatun minas sama. Baydul vujuhi ka'anna vujuhuhumush shams." Mu'min banda bu dunyodan ketish paytida hali jon oluvchi farishta kelmasdan turib, Alloh azza va jalla osmondan yuzlari quyosh kabi charaqlagan bir farishtani yuborar ekan. Yana bir hadisda 2 farishta degan, malakani degan 2 farishta keladi. Yuzi xuddi quyosh kabi. Azizim, jon berayotgan odam bir olim emas. Oddiygina bir mu'min. Oddiygina bir musulmon kishi jon beryapti. Oddiygina bir musulmon kishi bu dunyodan ketyapti. Ana o'shinni iltibot kutishini qarang. O'sha farishta yuzlari charog'on bir quyoshdek keladi. Uning qo'lida jannat kafanligidan bir kafanlik bo'lar ekan. Nurdan bo'lganda u. Haligini ko'tarib kelar ekan. Bu hanut min hanutil janna. Haligi kafanlikka jannatdagi muattar o'simliklarni hitlari bilan muattarlangan hanut bilan. Kafan ham oddiy kafan emasda, nurdan bo'lgan chiroyli kafan hamda unda muattar hitlar turibdi. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Haligi bu dunyodan ketayotgan odamni
u ko'zi tushadigan joyga kelib bundoq o'tirar ekan. Biz ko'rmaymiz ekan atrofdagilar. Ba'zan bizda shunaqa holat bo'lganda o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi deb qo'yamiz. O'shunaqa holatda ishtirok etganlar aytamizki, bu odam hech kim tanimayapti, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Bitta nuqtaga qarab o'tiribdi deymiz. Atrofidagilar ko'rmas ekan. O'sha ketayotgan safariga chiqib ketayotgan odam ko'rar ekan. U indamasdan kelib qo'lida haligi nurli muattar kafani bilan o'tirar ekan, yaji'u malakul maut. Ana bundan keyin jon oluvchi farishta kelar ekan. Birodar, savol bergan birodar, sizni onangizni bu dunyodan ketishini aytib beryapman. Inshaalloh. Onam qanday holatda ketding deb tashvishlanayotdingiz. Albatta onangiz mu'mina ekanligini, namozxon, ro'zador bo'lganligini aytdingiz. Ana o'sha holat. Jon oluvchi farishta kelar ekan. Hatta yajlisu inda rasihi, hatto kelib boshini oldiga o'tirar ekan. Qarang. Juda ham mayillik bilan, juda ham yumshoqlik bilan ukhriji ayyatuhan nafsul mutmainna. Ey tinchlangan nafs, chiq endi dedik. Ruhga aytayapti. Ey tinchlangan ruh, chiq endi. Chiqing endi bu yoqqa. Ukhriji ila mag'firatin minallohi va ridvan. Allohning mag'firati va Allohning rizoligi uchun chiq endi. Murojaatni qarang. Murojaatni qarang azizlar, unga ruhni qabz qilish buyurilgan edi. Lekin shunaqa bir odob bilan o'tirib aytayaptiki, ey tinchlangan, sokin ruh, sokin nafs, mag'firat uchun, taskinlik uchun, rizo uchun chiq endi. Va takhruju tasilu kama tasilu al-qatra min fayyi siqa. Shunaqa chiqar ekanki, tushuntirsam, bir idish bo'lsa, bir baqlashganimiz bo'lsa, aytayaptiki, oxirgi tomchi kabi deyapti-da, idishdagi tomchi. Suvni to'kib yuborgandan keyin bundoq qilib oxirgisini qilib tursangiz, eng oxirgi qolgan bir tomchi suv sekin sizilib tushib ketadi. Eng oxirgi tomchi. Xuddi shunaqa deb aytayaptilar. Payg'ambarimiz alayhisolamning gaplarida bu. O'sha idishdan deyapti, tomchi suv qadrimda oqib chiqqandaqa chiqar ekan haligi ruh. Sekin chiqib borar ekan juda chiroylilik bilan. Fayaxuduha fida akhadaha lam yad'uha fi yadin tarfat ayn hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dalika al-kafan. Haligi ruh chiqishligiga endi nariga farishta kutib turuvdi-yu, qo'lidagi kafanlari bilan. Shundoq hech qancha vaqt o'tmasagan darrov olib turib haligi muattar kafanga o'rab olar ekan ruhni. O'sha xanutdan bo'lgan muattar kafanga o'lar ekan, fayakhruju minha ka'taybi nafha misk wujidat ala wajhi al-ard. Haligi kafanda o'ragandan keyin undan shunaqa bir misk ambarlarning hidi chiqib butun yerni qoplab orar ekan. Qarang. Muattar bo'lib ketar ekan. Ana bundan keyin o'shini olib haligi farishta osmonga qarab uchar ekan. Ko'tarilar ekan. Osmonga chiqqandan keyin har bir osmonga chiqqanda u yerda mala'in min malaikat farishtalardan bo'lgan jamoa kutib olar ekan. Haligi ko'tarib olib chiqib ketayotganda farishtalar hayron bo'lib olib chiqib ketayotgan farishtaga aytar ekanki, "Ma hada ruhut tayyiba." Bu muncha ham shirin ruh ekan-a? Muncha ham yaxshi ruh ekan bu. Kim bu? deb so'rar ekan. فيقول الروح روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Ali farishta bu dunyoda u odamda qaysi ism bilan aytishlikni yaxshi ko'rgan bo'lsa, shu ismi bilan aytar ekan. Ali farishta olib chiqib ketganda kim bu desa, haligi birodarimiz onasini hozir aytgan onasini ismlarini aytmovdi menga. Falonchixon, falonchini qizi deb aytar ekanda. Kimni olib chiqib ketyapsiz desa, olib chiqib ketayotganim falonchixon yoki falonchi, falonchining o'g'li ismi bilan, yaxshi ko'rgan ismi bilan aytar ekan. Haligi kutib olganlar aytar ekanki, bunday ham chiroyli, bunday ham xushbo'y ekan deb ana unga keyin osmon eshiklarini ochar ekan. Xuddi shunday qilib chiqib borar ekan, hatto 7-osmonga chiqar ekan.
فيقول الله عز وجل Alloh taolo hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'a 7-ga borib to'xtagandan keyin Alloh azza va jalla aytarkanki uktubu kitaba abdi fi illiyin, mana bu bandamni ismini illiyinga yozib qo'yinglar, shu yuqoridagi eng oliy joyga yozinglar. Va aiduhu, va uni endi pastga qaytaringlar, ruhiga qaytaringlar, chunki men va'da berganman, tuproqdan yaratdim, yana tuproqqa qaytaraman va tuproqdan qayta chiqaraman deganman. Shuning uchun qaytaringlar deb, azizlar, u paytda bu ahllar bundan biz bexabar mayitni, jasadni yuvib, kafanlab, hurmat qilib, janozasini o'qib dafn qilamiz. Biz bilmaymizki, ruh o'sha tepada mana shunday malakut osmonida turibdi. Qabrga qo'yilgan jasadga ruhni Alloh taolo qaytarar ekan. Mana shu hadis bu yerda aqida to'g'risida ham borda hujjat o'shuncha. Ana Alloh azza va jalla aytarkanki, a'iduhum va minha ukhrijuhum taratan ukhra. Qaytaringlar, men uni boshqatdan chiqaraman. Fatu'adu ruhuhu ila al-ard va yatihi malakan. Ruh yerga qaytarilgandan keyin ana ikkita farishta kelar. Ikkita farishta kelib, ular u haligi ruhni oti jasadni o'tkazib, siz bilan bizga mashhur va ma'lum bo'lgan savollar beriladi. Man robbuka? Robbing kim? Robbi Alloh azza va jalla. Robbim Alloh azza va jalla. Yana so'rar ekan, ma dinuk? Dining nima? Fa yaqulu dini al-islam. Mening dinim islom dinidir. Fa yaqulan, yana so'rar ekanlar ular, mada rajul allazi bu'atha fikum? Mana bu sizlarga yuborilgan kishi kim bo'ladi? Rasulimiz alayhisolatu vasallamning surati, ko'rinishi ko'rsatilar ekan. Mana bu zot haqida nima deysan? Bu zot kim desa, huwa Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb javob beramiz ekan inshaalloh. Qayerdan bilding buni desa, qara'tu kitaballohi azza va jalla fa amantu bihi va saddaqtuhu deb aytamiz ekan. Va saddaqtu, Allohning kitoblarini o'qidim, iymon keltirdim va buni tasdiqladim. Osmondan bir nido eshitilar ekanki, mening bandam rost gapiryapti. Uni qabrini kengaytirib qo'yinglar. Jannat liboslarini kiydirib qo'yinglar. Jannatdan darcha ochib qo'yinglar. Shunaqa hurmatli ehtirom. Shu payt bir ajib holat qarang. Fayatihi rajulun hasanul vajhi. Shu payt bir odam kelar ekan, bir kishi kelar ekan, yuzi nihoyatda chiroyli ekan. Qabrga keldi. Bu ertak emas-da azizlar, hadis bu. Haligi mayit oldiga kelar ekanda juda ham chiroyli yuzda kelib, senga xursandchilik bashoratini beraman, ya'ni senga jannat bashoratini beraman desa, banda aytar ekanki, men seni tanimayapman, kimsan o'zi? Yuzing juda ham tanish, juda chiroyli desa, tanimayapsanmi meni? Yo'q, tanimayapman. Men seni qilgan amalingman der ekan. Qilgan amallarimizni inson ko'rinishida qabrga olib kelib qo'yar ekan. Shuning uchun aytamiz ekanda, qabrda munis bo'lsin, ulfat bo'lsin. Qilgan amallari qabrda o'ziga ulfat bo'lsin deb aytamiz, duo qilamiz. Qilgan amallari o'ziga qamroq bo'lsin deb aytamiz, duo qilganimizda. Mana shu bo'lar ekan. Qilgan hamma yaxshi amallari o'sha odamga oldiga ulfat bo'lib kelar ekan. Ana bu odamga jannat eshiklari ochib qo'yilar ekan. Juda chiroyli, juda go'zallik bo'lar ekan. Haligi odam bu hurmatni ko'rib, haligi bashoratni eshitgandan keyin aytvoramiz ekanki, Robbi aqimis sa'a. Robbi aqimis sa'a hatta arji'a ila ahli va mali. Ya Robbi, qiyomatni boshlagin deyorar ekan. Endi qo'rqmaydi-da. Qiyomat boshlagin, men oilamga qaytay, oilam oldiga boray deyorar ekan. Mana shunday bir xursandchilikni bashoratini berar ekan. Demak, musulmon banda bu dunyodan mana shunday hurmat va izzat bilan ketar ekan azizlar. Bitta mu'minni olib ketish tadorigini aytdim men. Siz mendan yo'qligimda onam olamdan o'tdi, nima hol bo'ldi ekan degan birodar sizga bo'ldi bu javob. O'tiribman deb aytganidingiz, ehtimol keyin ko'rishib qolarmiz. Onangiz siz bo'lsangiz ham, yo'q bo'lsangiz ham mu'mina bo'lganligi uchun shu hurmatda
طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة